Assalamualaikum qarindoshlar. Men bu bir narsa telefonga qilib telefon nimani uzib etdi, kechiringlar. Hozir ovoz bormikin nimada? Deganimdek bugungi narsaniki chiqishimningki sababi yo'q necha kun bilan sotsial mediada bo'lgan mening dunyo qurultayiningki vakilligimdan istifa berishimningki sabablari anandikin men tava bo'lgan siyosiy kimlikim tava bo'lgan Uyg'ur ma'rifat Shivsiya Uyg'ur ma'rifat uyushmasininki o'rtaq tashkiliy bayonotnomasininki sababi anandikin qurultayniki buningga bergan javobi va buningkin nima ish qilishimiz kerak degan to'g'rilarda men to'xtalmoqchi shu 4 nuqtada. Meniki istifa berishimniki asosiy sababi dunyo qurultayiga ama chet elda chiqqandan buyon izchil turda qilgan davaga to'g'ri bo'lgan faoliyatlarni biz izchil qo'llab kelganlik. Mayli men shaxsiy kimligimdan bo'lsin yoki bo'lmasa tashkiliy hamkorlik jihatdan bo'lsin, mayli Rabiya Qodir xonim davrida va undan keyin To'lqin Aysa efendim chiqqandan keyin to'g'ri bo'lgan davonemizda biz qo'llab kelganlikdi. Hatta 2000 bu qatimki 7-qatimliq dunyo qurultayig'imi qurultay o'zi biz islohot qilamiz, yoshlarning kelishiga keng eshik ochamiz, o'xshamaydigan siyosiy ideologiyalarga biz o'rin berib qurultayni texmi kengri haqiqiy Sharq Turkiston xalqining o'rtaq siyosiy manfaatiga, siyosiy irodasiga vakillik qila oladigan bir siyosiy apparatni qurib chiqamiz, siyosiy tashkilot qilib to'g'ri yo'l yapmamiz deydigan oldim va qurultayning ichida davoni bir to'g'ri shaklda elib ma'nolamizmikin deydigan nimada umid arzusida kirdik. Ama bunun nimasi undaq o'ylaganimizdek bo'lmadi. Bu qurultay kirgizimizdan nurg'un narsa o'tirg'i chiqdi. Bo'lib shu indigenous people'ning masalasi bu masala chiqqandan keyin qurultayniki buni inkor qilish, buni ep chiqqan shaxslarga Xitoyning jasusi degandek tuhmatlarni chaplash, andan keyin buni xalqqa samimiy nim bergancha hatta indigenous people'ning nimasini yo'gab o'tib ketish. Ya'ni bu mustaqillikqa taqashmaydi, mustaqil bo'la oladi degandek uchuq turgan xalqaro qonunning nimalarini yepib davoni bir xalqning noroziligini tuzitinglar degan narsani siyosiy apyonlar bilan buni uxlatish, bu orqali o'zining xatoligini yo'gab etmay ketish. Biz bu narsani aytib samimiy taklif va fikrlarimizni berdik, buni qabul qilishni, buni tuzishni va buningdan indigenous people nimasiga qatnashishdan chiqib ketishni dedik. Ama qurultayda unda bir narsani ko'rmadik. Aksincha, uni ep chiqqan shaxslarni Xitoyning jasusi, bularning niyati yomon, qurultayni parchalash, bularning andan yomon niyati bor degandek ashunaq narsalarni ko'tarib chiqib qarshi tarafga jasus tamg'isini urishga boshladi. Undan boshqa nurg'unlagan davo nimalarida izchil masalan burun dikkat qilsak nurg'un yerlarda dunyo qurultayi masalan BDTning nimasiga topshirgan ba'zi narsalarda Sharqiy Turkiston deb yozib kelayotgan ba'zi hujjatlarni biz ko'rgan. U rost. Ama 2017'nin köplegen hüccetlerine kalsak bu yerde ta'tirsiga Sharqiy Turkiston emas, Uyghur region deydigan namla köplep qurultayninki xalqaro topshirilayotgan mayli Yevropadagi parlamentlar olsun, Avstraliya parlamenti olsun, BDT'deki nimaga topshirilayotgan narsalar olsun, Uyghur rayoni degan bir yangi kimlikni keşif qilib, buni topshirishga boshlagan nimalarni ko'zimizdan shohid bo'ldik va bu to'g'rilikmi? Biz tuzitish berdik. Masalan, şu 71 tashkilotninki yig'ilgan tashkilotlar forumi bor WhatsApp gruppasida. Shu yerda qo'ygan chaqdimi, hemen uchuq tuzitish berib, tanqid berib nim qilgan. Buning materiallarini qo'limdan bor masalan. Ama oxirgi kunda, 12-oyning 14-kuni, 12-oyning 14-kuni Argentinaniki sotiga arz qildik deb bir nimani e'lon qildi. Bu narsa ait yaxshi bo'ldi dedik. Ama onu e'lon qilib bo'lgandan keyin dunyo qurultayi o'zininki tashkilot nimasida tor betida bir bayonot berdi. Mana bunda hozir yechib qarasanglar press release degan nimasi bor. Shu yanga yechib qarasanglar mushu narsa bor. İngilizce nimasida.
O bayanatının nimesinde qarasanlar, bir teşkili kurulmanınki bayanatı şu teşkilatınki siyasi meydanıga toluq vekillik qıldı. Toluq vekillik qıldı ki o yerde o yanın qoyğını qaysı yolunu nişan qılıp ketiyotqani qaysı xil şekilde mangını buna ait uçuq çıkıdı şu bu narsa. Bu qandaq ki başqa torbetdə qoyğan narsa emas. Onun qoyğan nimenin aşı torbetninki ikinci nimesinde yanında uçuq yazıqlıq. Uçluq yazıqlıq ve o yerde Uyghur rayonu degen nime var torbetninki nimesi aslanlar üçün. Anandaki miyagimi Uygurlar toğırlıq düşendirgen çağda Şinjan Uyghur Avtonom Rayonu dep yazıqlıq. Aldan yeni bir nimedi mi? Uyghur rayonu dep yazıqlıq. Anandaki miyada yeni nime var? Belediye tapşırgan narsa. 2020 yılı 1. ayının 6. günü tapşırgan narsa var. Bu yerde belediye narsa yeni Uyghur rayonu degen narsının qayta işiltigilik narsa var. Bunu birdemlikin digital nüsxasını məmisini çaplap koymayın. Anki Uyghur sotununki narsi Uyghur sotununki nimesi mi? Yani Uyghur rejiminin nimesini bir yerde nim qılıp tatdıqlıq. Suallar sor kelişi mümkün. O Uyghur rejiminin nimesini sotunun nimesi karar verildi. O bu BDT'ye tapşırgan çağda şunda tapşırmay amali yok o bu dep. Onda bolsa burun tapşırgılı bulduğun neyse burun biraz testi bizge onda bizden vaziyet nimemiz meselemiz dünyanın en çok siyasi nimesi kemmigendi. Bugünkü günde bütün halkaran nimeninki münasebetledeki en mühim siyasi meselenin bir soğuk kaldı. Bizden çetellik bizden nimemizge estaşlık gösteriyatkan, kollavatkan nurgunluk çetellik diplomatlar olsun. Parlament əzaları olsun, Şərqi Türkistan degan məsələlərini uçuq oturuğa qoyuvatqan, hətta müstəqillıq günlərimizni uçuq təbrikləvatqan halətdə, bu halətdə Dünya Qurultayı nima üçün Uyghur rayonu degan bu namni yenidən Uyghur rayonu degan namni paydo qilib ishiltidi. Hətta o'zininki to'r betidagi o'zining siyosiy maydoniga vakillik qilgan yerde bu nesni e'lon qiladi. O özünün torbetida qandaq yezish, o hech qandaq bir davlat, hech qandaq bir organ o nesiga aralashmaydi aslida-ku. Aralashmaydi, ularning siyosiy maydoniga vakillik qildi. Dünya Qurultayınınki hozir abay deganimdek torbetga kirib press-release qaranglar. 14-sila bergan bayonot var. Şu bayonotda aşı iki cho'ng xatolik var. Bu ularniki siyosiy nimasiga vakillik qilgan narsani tushuntirib berdi. Hem dünyada siyasi nesli içiliyotgan çağda hatta çetelliklerimi bu nesni Şərqi Türkistan dep mavu zemin meselesi aletde manda şekilde körüyotgan çağda biz onu yeni bir atalgılarını payda kılıp bizden bir Xitay'nınki içki meselesiga o'xshash holatda ko'rsatishimiz bu bizninki qaysi tarafga minayotganligimizni ko'rsatdi. Bizning milliy irodamizni, xalqimizniki mustaqillik bo'lgan irodamizni dastiganlikni ko'rsatmamdi ajiba bu yerda-ku. Ben 14. sıradaki o neslinki bütünlüğü Qurultayının eperivatkan hizmetlerininki hata menvatkanlıqını bu yerde gerçi yaxşı bazı neslerini kazangan bolsun mu asli milli iradege karşı çıkıvatkan bir siyasi nimeninki qarqulunun yetivatkanlıqını gördüm. Ve bu yerde çekinişini xiyalamga keldi. Bunu oylangandan keyin bu neslenin çekinişini Qurultaydan vekillik nimemden çekinişini karar qilib bunu e'lon qildim. Elbette bunu Qurultaydagilarga dememse o bu deb deganlar bu narsa xatlarni yozibdi. Men Qurultayga kirgan chog'da xalq vakili bo'lib kirganlik, Shvetsiyadagi Sharq Turkiston xalq vakili bo'lib kirganlik, xalqimga bildirib bu narsani uchuqlash meniki majburiyatim. Men u yerda vakil emas. Mening buningdagi Qurultayning olgan hech bir siyosiy qadamlari bilan mening aloqam yo'q deb bildirib bu qilish mening nimam. Anandikin bu demokratik prinsip nimesida qaysi tashkilotga, qaysi nimaga shaxs kirish va chiqish erkinligi bo'ladi. Buni tushunmagan ba'zi kalta aql insonlar bizlarga hujum qilib, shaxslarni nima qilib, yolg'on tuhmatlarni chaplab nima qildi. Biz uni xafamaymiz. Ama anankin chiqib ketgandan keyin tashkiliy bir bayonotning nimesini berdik biz Uyg'ur ma'rif uyushmasi bilan. O yerdeki sebepni bir neyim qilay.
Biz bu mağrip kanatidagi tashkilotlar, mayli Turkiya bo'lsin, anandan keyin Gollandiya bo'lsin, Finlandiya, Avstraliyadagilar bo'lsin. Buni necha 1,5 ay burungi, deyman 11-oyning oxirida mush indigenous people'ning masalasi chiqqan chog'da bir dialog bilan hal bo'lamiki, bu narsani samimiy gap qilsak bu narsa tuzlarmikin deb buningga tirishchanlik ko'rsatdik. Ko'rsatgandan keyin bu narsa tuzish bo'lmadi. Shuning bilan bir yakshanba kunsi yig'in etib bir o'rtaq bayonotimizni berdik. Bu qandaq bir tashkilot bu narsaga bu narsani davomli qilsa biz buningga qarshi turganligimizni dedik va bayonotimizni berdik. Buningga dunyo qurultayida uni berilgandan keyin buningga bir tuzitish va buningga bunun keyingi faaliyetlarda bu narsa kirmaydiganlik nimasini javobini bermasini, aksincha davomlashtirganligini ifoda qilib nima qildi qurultay raisi. Demak, bu yerda xato qilganning nimasini e'tirof qildim deb xato deb o'zi to'naydi ekan, uni davomli to'naydi manga ekan. Bu holatda yeni davası o'xshash ziyon bergan xatolikni qayta takrorlaymiz degan narsa chiqdi. Bunu biz Uyghur Mağrip Uyuşması buluş sübütümüzden idarayet nim qilgandan keyin, muzokara qilgandan keyin qurultayniki qilgan xatoliklarni o'ttirg'a qo'yib, biz ularga bo'lgan tashkiliy siyosiy ishonchimizni, ya'ni political confidence deymiz. Bu narsani qaytarib olishni o'ttirg'a qo'ydik. Ya'ni biz sizlarga ishonmaymiz. Sizlar bizningki siyosiy vakilimiz emas xalqarada. Yani qurultayniki asosiy nizomnomasida bor, 3-mi 4-ci moddasida biz Sharq Turkiston xalqining birdan bir oliy siyosiy organi deydigan. Biz bu narsani bundan e'tirof qilmaymiz deb e'lon qildik. Bayonotga qarasanglar bor. Uning sabablarini dedik u yerda. O'sha indigenous people'ning masalasi, tashkiliy monopolchilik, u yerda boshqa tashkilotlarning xalqaro ko'tarilsa, u yerda nimasini qiqib ularni izchil turda ularning yo'lini kesgan narsa bizga notanish masalalar emas. Masalan, mayli Salih Xudoyorninki nimada chiqilishi bo'lsin, nimaga yig'inga kirmasin deb. Uningdan boshqa yepiq ichilgan yig'inda Sharq Turkiston yoshlar qurultayininki Dilyar Musaboyevninki yig'indan chiqarib etilishi bo'lsin qurultayninki vakillari tarafidan. Uning rasmini birdan turib chaplab qo'ymay chiqarib etgan nimasini. Bu meselelerinin nimasi qurultayniki davoda siyosiy monopolchilik boshqa tashkilotlarni o'zi shakllantirib olgan birdan bir biz xalqarodagi vakili deydigan narsani e'tirof qilmaymiz. Boshqa tashkilotlarning unday haqqi yo'q. Faqat bizlarki davoda birdan bir tashkilot deb bunda bir to'liq bo'lmagan siyosiy shar'iy huquqini saqlab qolish uchun boshqa tashkilotlar monopol qilishni ko'rdik. Buningga isbotimiz bo'lmasdan bu sebeplerden biz Uyghur Mağrip Uyuşması bilen buluş sübitimizden dünya qurultayı bo'lgan nimimizni birden bir vekilimizde tanımayımız bayanat e'lon qilgan kundan başlap ve ularni Sharq Turkiston xalqininki o'rtaq manfaatiga vakillik qildi demaymiz, deb qaramaymiz bundan keyin. Chunki ularning abaytin deganlik o'tkazgan xatoliklar va o xatolikni davom qildiganligini, tuzatmaydiganligini o'tirg'a qo'ydi. Endi bu yerda men nimani ko'rsatib ketay. Nimede qurultayniki bergan javobi bor ki bizga. Bu javobning nimasiga bir xatarlik bir narsani ko'rdim. Ya'ni to'kma chaplangan. Bu narsani ko'pchilikdan o'rtoqlashish muhim deb qarayman. Chunki bu yerda bir chaplangan bir to'kmat bor. Qurultayning bayonotining nimasi bor? Facebook nimasiga hozir qarasanglar. Shu yerda Uyg'urcha yozilgan nimasiga ichib qarasanglar, bu yerda Osman Mehmet deydigan bir shaxs bor. Bu Osman Mehmet, Dünya Qurultayı'nınki bu 7. qatımlıq nimisi saylanğan Germaniya vekiliki. Bu vekilininki bir aydan so'ragan chog'da yozgan xati var. Türkçe so'rabdi, nima bo'ldi deb. Samet Karaxan degan efendimchi. Desa bu yerda Türkçe yozibdiki, Uyg'ur Kongre üyelerinin 2 kişi Çin satın almış deydi. Yani bizni Xitaylar setib demiş, men va Ruqiya xonimni. Bu nedenle kongre bularni qurultaydan chiqarib etdi deydi. Hem de cevabım Osman Mehmet efendim geçiyor ve qurultayninki vekillerge. Men ve Ruqiya xonим kongrening ishida Xitoyga jasuslik qilib tutilib qolgan narsamiz bormi-ki? Men ve Ruqiya xonimni sizlarning vakilinglar Osman Mehmet aşnaq yezibdi. Osman Mehmet efendim
ve Dünya Kurultayı vekilleri ve Dünya Kurultayı'nın reisi ve icraiyet azaları aşağıda bizni senin vekilinle aşağıda bizipti. Kongrenin içinde 2 kişi Çin satın almıştı. Hazır içip qarab beqanlamasın. Şu aşı bayanatıda. Şu Uyghur yazılgan Facebook page'nin nimesiga kirip derhal qarab beqanla. Aşaq bir narsa barmı ki yok mu ki men uydurup çıkırıp atandım bu narsa üçün. Endi sual aşılağa. Osman Mehmet efendim Kurultay'nınki nimedeki Germaniyadaki vekili. Torbette qarsanlar 4. numurluk vekil Germaniyadan tanlangan. Bizning Xitayning dövletidan yakımız Xitay istihbarat idaralari tarafidan men ve Ruqiya xonimninki setvilingan bir isbotiniz bormi? Bo'lsa o'tirg'i qo'ying va Dunyo Qurultayimi bu narsaga ega chiqinglar o'tirg'i qo'yibchi bizning nimamizni uchuq biz jasuslik qilgan yakimiz mishna qilgan deb bular deb ashna qilgan narsa bormi? Uni o'tirg'i qo'yinglar. O'tirg'i qo'ymasanglar biz qildiğimizni analikin qilayli. Yani bir insanga bu yerde bir siyasi töhmet buçu. Bu meyli Germaniyanın devlet kanunu olsun, Avrupa'nınki kanunu nimesi olsun. Bir insanga asassız casusluk töhmeti etilgan çağda bunun qanaq cevap bulduğanlıqını Osman Mehmet efendim uyga qaytib German tildeki lug'atida aqtirib baqsa buludu. Bunun sürüştüsünü qilamiz. Anankin Kurultayının bayanatında 2 tane nait kızkarlık nokta var kençu. Bula Kurultay özüdeki özgün mücessemlegen köpünçe heyetlerdeki vekillerdeki mücessemlegen nersini ekilip Ruqiya Hanım işkimizge bir çaplaptı. Digen nimo digen çağda sizlerinki teşkili nimanladıptı. Teşkili ahlakka ve teşkili nizamnamıga xilap qilganliqinglar uchun sizlarni haydab chiqardik debdi. Ma'ni bir deb qo'yaylik, teşkili axloqqa nima kelgan chog'da, teşkili axloqdan gap boshqan chog'da mayli Ruqiya xonim bo'lsin, mayli meni bo'lsin, bizni yaqin Iroqdan taniydiganlar, Kanadadan yoki Shvetsiyadan taniydiganlar bizning nechilik inson axloqi bilan bir ish qilganligimizni hammalar biladi. Men eng yaxshi ko'rmaydigan odamdan berib so'ranglar, Ruqiya xonimdan nimasini so'ranglar. Bizning tashkiliy axloqda bir insoniy axloq nimasi bo'lsin, bizning bir kamchilik nuqtamiz bormi-ki? Va tashkiliy nimada xiloflik qilgan intizomli bir narsamiz bormi-ki? Endi tashkiliy axloqdan gap yozibdi-da Qurultay. Tashkiliy axloq nimasiga dars o'tishga sizlarning navbatinglar eng oxirida keladi. Sizlarning navbatinglar eng oxirida keladi. Buni nima uchun deyman bilamsizlar? Kurultayının içindeki bazı heyetinin azalarının içinde ayollar bilan xat yazışıp por narsalarni nim qilyapman deydigan xatni yozishganlar sizlarning Kurultayının içinde bir gün vazifalib o'tiribdi ijroiyatning nimasida. Yine sizlarning ichinglardagi odamlar o'sha ijroiyatning nimasida vazifa olgan odamlar xalqning o'zining olgan nimasidan xalqning nimasini suiiste'mol qilish, huquqlarini suiiste'mol qilish, qochoqchilik qilish degende aşağı nurgun nesir var. Şivsiyada 6. aydan başlap çıkıp sözləvatqan bir inimiz var. Tuğluq Hamid deb. Bu inimizni men Şivsiya kelgenden başlap bilime. Bu bala özünün işini alal işlep nurgun yaş bala Xitayning nimasida işlеген çağı bu bala işlemey nurgun alal nimasini işlep hiç kimge bir igilip qalgan pul jihatda qazib qalgan nimi yo'q. Bu balanın siyasi nimasida mundaqçaq alaqası yo'qdi. Özünün işini işlep oyununu oynab işlerini qilib pakiz yurayotgan bir baldi. Bunun ata-anasına kirip ketdi, men bilan aloqa qildi. Men keraklik davlatning tashqi ishlar ministriga kirdim. Anandan keyin nurg'unlagan muxbirlar bilan uchrashtirdim, nurg'un faoliyatlik yig'inlarga chaqirdim. Keyin bu to'xtab oldi. To'xtab olgandan keyin fikrim nima bo'ldi desam, men aka ishni boshqa tarafdan hal qiladigan bo'ldim. Mening ota-onamni achiq birdigan bo'ldi birsi dedim. Men hayron qoldim bu narsaga. Kim u desam, palanchi pistanchi deb birisinin ismi neydi? Dünya Kurultayı vazifa olgan adamni. Mening ota-onamni türmeden yol minib achiq birdi ekan dedi. Buni onda ishonmay desam, yo'q aka bu yo'li bor ekan, nimasi bor ekan, men mandan ko'rsatdim, mandan ko'rsatdi deb degandan keyin hababtu dedik. Bu yil 6. ay kelganda 1,5 yil bu balani ahmoq qilib shudi. Nurg'un faoliyatlik avatkizmadi. Men ash odam bilan paranglashgan chog'da
Bunu neyim için tosaysam, yok ben yolunu tosmayım, bu bazı buludu. Ben bunun ondan nimisi yok. Bu bazı buldu deb to'g'liqqa manga bir xil gap qilib, to'g'liqqa boshqa bir xil gap qilib, bu yerda qilgan yolg'onchiligim oshkorlandi. Anandan keyin to'g'liqning nimisida degan nimisida nurg'unlagan narsani dedi to'g'liq. Masalan, bu odam mening nimamni oldi, pulni oldi, soatimni oldi, bergan yevrolarning nimasini oldi debchi. Buning ovozlarini men to'g'liqdan keyin angladim. Bu bikaga chiqib ketgan, etilib ketgan bu balaning qaynishi bikaga bo'lgan narsa emas. Bu balani eng oxirida hatto Xitoyning nimasiga berib jasuslik qilishga majburlagandan keyin, anandan keyin chidamay chiqib, o'tirg'i chiqib atgan narsa. Men to'liq Hamitninki qo'lidagi isbotlarning nimasini ko'pinsin degandek angladim. Ama buningga shahid. O'tganda Pidoya apandimning nimasini Dilyar apandim debdi ekan-ku. Nijatdan so'ranglar. Men bir şeyde bir gün isbot beraman. To'g'liq bir Xitoyning nimasiga bog'linib qolgan bir Uyg'urning sababidan, ya'ni Uyg'ur dunyoga qurdi vazifalilik Uyg'ur. Shu sababdan bu bala oxir chidamay chiqib bu narsani oshkorlashga majbur bo'ldi. Oshkorlashga majbur bo'ldi. Endi qaytirib dunyoga qurildidan so'ray. Xoin sizlarning ichinglarda bormi-ki, yoki Ruqiya Turdush xonim bilan, ya'ni jasuslarning ichinglarda bormi-ki, yoki Ruqiya Turdush xonim bilan Nijat Turg'un men isbotimni qo'ydim to'g'li Hamitning nimasini anglagandan keyin. Agar xohlasangiz Shvetsiyaga kelinglar. Shvetsiya istixbarotiga kirayli, Shvetsiyadagi advokatning nimasiga ko'rishayli. Anandan keyin javob berayli, bu narsani sot ochayli. Mening qo'limda isbot bormi-na? Endi sizlar o'zingizlarning qo'ldagini Ruqiya xonim bilan ikkimizni jasus deydigan narsani ko'rsatinglar. Sizlar ko'rsatmasanglar, vakilinglar ko'rsatsin. Yezibdi-ku, qo'rqmay bizni Çin nimasiga setilmiş ve dunyoga qurildi neydi deb. Ancak axloqiy nimadan gap etishibsizlar? Axloqiy narsaga eng oxirida navbat keldi. Bütün tashkilotlarni tizib, xalqaradagi axloq nimasidan gap qilishga birisiga sizlarga eng oxirida navbat keldi. Yig'inlarga borgan chog'da kecha-kechalarni mas'ulib yo'linib qolgan, birisi-birisininkiga nima sanaydigan nurg'un axloqsiz narsalar Qurultayning ichidagi nurg'un vazifagan odamlarni ko'rdik. Albatta buning ichida nurg'un islahliq odamlarmi bor. Uni inkor qilmaymiz. Ammo shuning bilan birlikda axloqsizlikda chekiga yetgan nurg'un odamlarmi bor. Tashkiliy monopollikning nimasiga deb aytibdi. Tashkiliy nizomnomaga nim qilish deb. Tashkiliy monopollikning nimasi sizlarda eng ig'ir. O'zinglarni birdan-bir nima deb jakolib elig'liq, boshqa tashkilotlar yangi qurilsa, yangi harakat boshlasa, yo'lini kesishga ajoyib usta. Salih buning misoli, Dilyarning bilan bo'lgan yig'indagi buning misoli. Anaki o'zinglar tava olmagan tashkilotlarni torbitinglarga tizib olsizlar. Ana ma'nodek. O'zinglarning torbitidagi narsa, Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasini yozib olsizlar. Biz hech qachon sizlarga tava bo'lib yozgan bir nimamiz yo'q. Ya tava bo'layli deb yozgan iltimosimiz yo'q. Ana bu yerda Avstraliyadagi Sharq Turkiston jamiyatini yozib olsizlar. Ananın başka Uyghur Tadqiqot institutini mi yazıp yapsızlar? Bu teşkilatların iş qaysı mening bilishimcha, hatta nimani yazıp yapsızlar? Daniya Uyghur Cemiyeti debchu, Daniya Uyghur Cemaati deb. Daniya Uyghur Cemaati deb bir siyasi teşkilat yo'q. Aslında mı yazıp yapsızlar? O'zinglarning nimasiga xalqarada biz eng kuchli teşkilat deb eliqi ko'rinish uchun. Bunchilik ilq avaro musanlar bo'ladi aslida-chu. Teşkili yalgan, teşkili intizamsızlık kirmeyi nemi nersi buludu bu nesleçü. Şunayla ki bayanatınlardaki nesle bir asassız, orunsuz Ruqiya Hanım işkimizki teşkili ahlak doğruluk, teşkili intizam doğruluk dersi ütüpsizler de onu yazgan kıyılınışımız, onu kalem qağan tutkun nemimiz, aldı bilen özanlarının sistemisiga bir qarab, özanlarının içideki o toğluqның nemisini koygan casus adamlar bo'lsin masalanchu jasuslar pichinglarda vazifa olgan. Anandikin axloqiy buzuqchilik qilgan vazifa olgan ijroiyatdagi odamlar bo'lsin, xotinlar bilan tillashib xatlarni yozgan, por filmlarni qo'yitma deb yozgan odamlar bo'lsin. Anandikin anda qalayimqan xat yozgan odamlar bo'lsin. Anandikin da'voning nimasini avtonomiyaga buraydigan siyosiy vakillaringlar bo'lsin. O'zinglarning ichinglarni tozalanglar boshlichu. Biz necha vaqtdan buyon
Yaqınmasak bizni bilmeydi, kömeydi emas. Biz hemmeni bilimiz, körümüz. Ve onun başka nurgun hatır kaldırıp koygan nesrimiz var. Ya da hazır kolumga çıktı. Mana bu Fransiya parlament azalarının ki Fransiya parlament azalarının Fransiya parlament azalarının bizning nimamizni tabriklagan mustaqillik kunimizni tabriklagan bayonotnomasi o'zining Twitter kontorida-chu. Bunda bir holatda Yevropadagi dunyoning boshqa yerlaridagi nurg'un yerlardagi siyosatchilar, parlament a'zolari xalqarada Sharq Turkiston masalasini Sharqiy Turkiston degan bundaq territoriya masalasida ko'rishni nim qilib o'tirib qo'yib bu signalni berib olsa, bizning odamlar chiroqning qarshisiga, qizil chiroqqa madam to'g'ri yo'l ketib olsa, bular qarshi chiroq haydagandek mashinasini ta'til yo'nalishga haydashi bu kulkilikchi bir siyosiy qora yumor bu narsa. Bu bir davoninki milliy irodasiga, xalqimizning milliy irodasiga qarshi dasilayotgan bir qadam bu-chu. Abayta misollarni berib o'tdim, nemisini ko'rdim. Men xalqan qarindoshlarga yana mushu videoning ostiga endi davomli qilgan narsalarning nemisini digital fotosini avatib qo'yman. Anandikin oxirgi narsa endi nemish qilamiz deydigan bir savol chiqdi. Nemish qilamiz degan savolninki javobi mening nimamda albatta Dilyar Musabayev efendim bo'lsin, Najmiddin Sherif efendim bo'lsin ya boshqa qarindoshlar bu özlerinin nimesini oturup koydu. Mening nayt addi iş kelamki birinci narsa bununkin şəxs buluş sübtimiz bilan Dünya Qurultayıninki davadaki monopolchilik narsini inkar qilishimiz kerak. Davadaki birden bir vekili biz Sharq Turkistonliklarning oliy manfaatiga vakillik qiladigan birden bir vekili deydigan narsa bu uçuluk oturuğa qo'yilishi kerak. Ular bizning vakilimiz bulanmaydi. Çünkü yapılan hata kademler var, besvatkan hata kademler var ve halkımızın samimi işencisini suistimal kılıvatkan nesler var. Bunda alette bular özünki monopolluk nimesini siyasi sahnedeki butlışı vargan, biz birden bir vekili de hata yapıvatkan nesler, bu but örülüşü gerek. Bu but örülüş gerek ki analdinkin haqiqiy Sharqiy Turkiston xalqininki milliy irodasiga, mustaqillikqa vakillik qiladigan bir tashkiliy sistema chuqum o'tirg'i chiqish kerak. Bu o'tirg'i chiqmasa, Dunyo Qurultayiniki qurilgandan buyon 17 yil buyon qilgan akagan narsani bugungacha ko'rdik. Naga akeldi, naga akeldi. Uni Dilyar Musabayev efendimni nayt yaxshi tushuntirib o'tib ketdi. Mening bu yerda ortiqcha so'z ketishim behuda bo'ldi-chu. Çokum yani kıldığan işimiz şəxs boyunca inkar qilamiz bularni ve teşkilat boyunca inkar qilsak texmi yaxshi. Şəxsən biz hazır nemege chiqib jakalab boldik Uyg'ur ma'rif uyushmasi. Anandikin bir yenidan eng tez suratda ve eng yaxshi shaklda mushu o'ng qanotga haqiqiy xalqning milliy irodasiga vakillik qiladigan tashkilotlar o'zining shaxsiy manfaati, tashkilot manfaati degan narsalarni tashlab milli iradəyə vəkillik qıldığan bir milli mənfəətə ortaqlaşıb bir təşkili qurulmanı tezdən qurub çıxışımız gerek və xalqarağa bunu jakalab nim qilishimiz gerek. Yəni to'liq məşhuriyyətə ega olğan xalqның iradəsiga vəkillik qıldığan və xalqarada davani to'g'ri yo'lga ipmalaydigan və bizni mustaqillikə yetkizdigan bir siyasi qurulmanı qurub çıxış bu bugün hər bir şəxsga, hər bir təşkilatqa kaçırılmaz bir vazife bo'lib qoldi. Bunun için hammaylar nemish qila olsak, qanday shaklda qo'llay olsak bu harakatni, bunga qadam besishimiz kerak. Anandan ikkinchisi imzo faoliyati. Buni 15 tashkilot buni qo'zg'ab nim qildi. Albatta buningda qurultayning va buni atrofidagi chapanchi bashmo'liq odamlarningki buning buzg'unchilik qilganning misolini ko'rdik. Bularning qanday shaklda to'g'ri bir ishni cheklaydiganligini. İmza faaliyeti Dünya Qurultayını öğrüp yetişemez. İmza faaliyeti xalqimizning irodasini, ya'ni bugungi davoni to'g'ri yo'lga etkilimiz deydigan iradeninki tunji qadam besilishi. Bu yerda imzoning nimasiga qaranglar, imzoning nimasida biz Dünya Qurultayını Sharq Turkiston xalqining kollektiv manfaatiga vakillik qilmaydi deb tanıymiz deydi. Mana naq to'g'ri gap. Gapning postkallasi shu. Buna deganlik Dünya Qurultayını öğrüp yetimiz geldik emas, aksincha biz ularni tanımaymiz.
siyasi vekilimizdir. Biz yeni bir sistemi kurup çıkımız degan gap bu. Çoğun bu imza faaliyetini her bir özüne Şarkı Türkistanlık deb qaraydigan, çoğun kiçik, her bir yaş, her bir qeyri, her bir ayal, her bir nefer bunu qo'llashi kerak. Bunu qo'llashimiz kerak ki ve halkımızınki milli irademizni bir gün ifadeleşimiz gerek. Uçuk o'ttirg'a qo'yishimiz kerak ki ve qo'ygandan keyin eng tez suratda bizning haqiqiy xalq irodamizga vakillik qiladigan, haqiqiy xalqning manfaati uchun davlat Sharq Turkistonning oliy manfaati uchun xizmat qiladigan bir tashkiliy qurilma qurib chiqib, biz davoni to'g'ri yo'lga kelib minishimiz kerak. Hammalarga mishaygacha qimmatli vaqtini chiqarib anglag'anlar uchun ko'p rahmat. Osman Mehmet efendim ve kurultaydagilar bizning jasusligimizni ko'rsatib beringlar. Ruqiya xonimning nimasida. Biz onu saqlaymiz inşallah. Hammalarga rahmat.